Hürmetli vatandaşlarım, leksimiz davamlaştırımız. Sıma leksimiz birinci koyuluşu gerek idi. Biraz ikinci olup kaldı mı keçirenler. Mavzumunda Prezident Trump Kim Jong-un bilen söhbet kuruştu bekar kıldı. Qo'shimcha Kim Jong-un yazgan xatning to'liq tarjimasi. Mavzuli xabar 5-ayning 25-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump 5-ayning 24-kuni, ya'ni payshanba kuni, oldimizdagi 6-ayning 13-kuni Chavshanning rahbari Kim Jong-un bilan o'tkaziladigan suhbatni bekor qilganligini jakardi. Arkadaşlar sarayın Kim Jong-unga yozilgan bir parcha xat e'lon qilindi. Xatning to'liq teksti tuvandikcha. Kim Jong-un janoblari Chavshan Demokratik Xalq Jamhuriyati Davlat Mahkamasining mahkama boshlig'i, Pyongyang Suyumlik mahkama boshlig'i, sizdan uzundan beri umid qilib kelgan aslida 6-ayning 13-kuni Singapurda o'tkaziladigan yuqori darajaliklarning har xil suhbatini muhokamalariga ajratgan vaqtingizga, savrichanlik bilan tirishchanlik ko'rsatganingizga alohida rahmat. Biz shu chog'da Chavshandan ko'rishish talablaridan xabarlantirilgan edik. Lekin bu ish biz uchun ancha muhim ish emas edi. Lekin shu chog'da siz bilan ko'rishishni bak umid qilgan edim. Afsuski sizning yaqinda e'lon qilgan bayonotingizda ifodalangan cheksiz g'azab va ochiq dushmanligingizga asoslanganda men uzun yil planlagan bir suhbatning vaqtga muvofiq kelmaydiganligini his qildim. Shuning uchun shu so'zlarim bilan aytib qo'yayki, Singapurda suhbat yig'ini o'tkazilmaydi. Gerçi bu biz ikki tarafga o'xshashli yaxshi bo'lsa-mu, lekin butun dunyoga ziyonliq. Siz yadro qurollari iqtidoringiz to'g'risida to'xtaldingiz. Balki bizning yadro qurollarimiz shu darajada kuchli, ammo hatto biz bu qurollarning abadiy ishlatilmasligini Xudodan tilaymiz. Men burunli siz bilan mening o'tiramda yaxshi bir suhbat turg'izg'ili bo'ladiganligini his qilgan edim. Çünkü en ahırda fakat söhbetla muhim bulup qoladi. Kunlarning birida siz bilan ko'rishni bak umid qilaman. O'xshashda men yana go'raga ilingan kishilarni sizdan turmadan qo'yib berganligingizga rahmat aytaman. Ular allaqachon oilasi bilan jam bo'ldi. O bak chiroyli pozitsiya bo'ldi. Biz bunga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Agar siz planingizni o'zgartirib, biz bu qatimqi muhim suhbatni o'tkazmoqchi bo'lsak, siz shikillanmayla menga telefon bersangiz, xat yozsangiz bo'ladi. Bu dunyoda bo'libmi Chavshan uzun muddatlik tinchlikni ishga oshirilgan ulug' gullanish va to'qqizi tal bo'lishdak bir büyük fursatni qo'ldan ketkizib qo'ydi. Bu yaxshi fursatni qo'ldan ketkizib qo'yish tarixda haqiqatan hasratlanadigan bir ish bo'ldi. Hurmat bilan Donald Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti. Prezident asl ishga yaptidan keyin Kim Jong-un bilan Singapurda tarixiy xarakterli suhbat o'tkazdi. Bu al-xatning asossiz ko'rsatib tarjimasini xabar endi ma'vo. Lekin Chavshan yaqinda Amerikadan norozi bo'lganligini ifodalab, Chavshanning muavin tashqi ishlar ministri Su Shanfi bir kun burun tahdid silib mundaq dedi. Agar Amerika biz aytayotgan yovuz harakatlarini davomlashtiradigan bo'lsa, Chavshan Prezident Trump bilan suhbat o'tkazishni qayta o'ylashdi. Yani bu 5-ayning 16-kuni Pyongyangning bildirgan ifodasi. Amerika ismli televiziya CNN xabar qilib mundaq ko'rsatgan shu chog'da, biz Prezident Trump Chavshandan Amerikaning muavin prezidenti Pence'ga tanqid yurgizishdan bak g'azablandi. Shuning bilan texmi o'ch elishni qaror qildi.
Şunlaş Kim Jong-un'a xat əbətib, yuqur dərciliklə söhbət ötküzüşni bekar qıldı. Çavuşanның Tashqi ishlar ministri Su Shanfi, muavin prezident Penske Çavuşanni agahlandırıb, Amerikani ahmaq qılma deganligini og'ziga kelganini joylagandik deb tanqid qilgan edi. Bu xabarga inkas yozgan bir kishi mundaq inkas yozibdi. Söhbət qurishdan hojati yo'q edi. Masalan, Çavuşan bilan Amerika söhbət qurishdan hojati yo'q edi. Lükçekler dünyanı o taraf, bu taraf kılalmaydı. Yani Kim Jong-un'daki lükçekler dünyanı o taraf, bu taraf kılalmaydı. Bu birinci gündeki haberiydi. Bu kaynağı ikinci gün düşüp kaldı. Bunun için keçirinler. Yukarıda Prezident Trump'ın anda Aksaray ilan kılgan xatның mazmununu anlatıp görmeye tüketendir.